qurilish va elektronik tuzatishda kerak bo'ladigan televizor asosiy ko'rsatkichlari e'tibor qilishimiz kerak bo'lgani bu thermal image resolution yozilgan. Bu yerda infraqizil kamerasini tiniqligi 256 ga 192 piksel bo'lishi kerak. Bu aynan sensor anaqasi bilan kuchaytirilgan, programmировка kuchaytirilgan nimadir yoki mana bu anaqasi bilan ekrani bo'lsa, ekrani bilan adashtirishimiz kerak emas. Aynan shu sensorlar tiniqligi masalan necha 256 ga 192 teng yoki undan baland bo'lganda yaxshiroq bo'ladi. Yana keyingi ko'rsatkich muhimlardan NEN deyiladi. Bu anaqa ikkita obyektni bir-biridan farqini ko'rsatadi. Mikrokelvinlarda o'lchatiladi. 50 dan teng yoki undan pastroq bo'lishi kerak. Iloji boricha 40-35 bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Bu ikkita masalan qizil masalan bitta anaqa devor deydi, oq devor. Shu oq devor bilan qizil devorni anaqasi u rang anaqasi harorat ikki xil bo'lsa, o'sha ikki xil narsa borligini ko'rsatib turish kerak-da. Shuni o'zi televizor asosiy vazifalaridan bittasi shu. Keyingisi masalan necha gradusdan necha gradusgacha o'lchatish. Masalan sizga oddiy uyga bunaqasi harorat qattiq sovuq qo'yaryapti, bunaqa qo'yaryapti bo'lsa, masalan minus endi O'zbekistonda -20 bo'lsa, -15, -20 deb, -20 dan 200 gacha yetadi. Lekin qaysidir pechka masalan 500 gradusdan 1000 gradusgacha o'lchashingiz kerak bo'lsa, mana shu ko'rsatkichiga e'tibor qilish kerak. Shunga qarab tanlab olish kerakki, displey agar ekrani bo'lsa, shu ekranni kattaroq bo'lgani ma'qulroq. Unisiga qarash kerak bo'ladi. Baribir asosiy qilinadigan ishimiz iloji bo'lsa, baribir qo'limizga olib qo'yib, bunaqa eng yaxshisi mana bu narsaga mashinasi aniq mashinadan baland olmayman deya olmayman, chunki masalan 15 ga 15 bo'lsa ham sizni vazifangizni bajara olsa, masalan ikkita trubani qaysi biri birinchi qiziyotganini bilib olish uchun, qo'lingiz bilan ushlab turmasligingiz uchun sonlar bilan ko'rsatadigan narsa, masalan 15 ga 15 bo'lsa ham, mana shu ko'rsatkichi ham, manisi ham 100 bo'lsa ham ko'rsatib beryaptimi, sizni qoniqtiryaptimi, shu 1 million so'mga bo'lsa ham anaqa vazifangizni bajarib bersa bo'ldi. Просто men standartlarni aytib o'tiraman, bu narsani bekorga chiqarilmagan, shuning uchun uni ko'rsatib o'tiraman. Mana keyin bu yuqorida aytib o'tgan narsalarimni bu ChatGPT ham anaqa neyro miyalar ham shu anaqada ham aytib o'ta oladida. Men shunga keyin bozorga tushib yoki anaqaga internetda masalan men qidirishni boshladim. Anaqa eng ko'p tarqalgan masalan Toshkent shahrida, men boshqa viloyatlarni bilmayman. Mana bu firmani Unity firmasini mahsuloti ko'p ekanmiz, mana shu televizor bo'yicha. Mana shu modellarni topdim. Endi bundan faqat bu emas, bundan arzonroq narxda bo'lishi ham mumkin. Mana shu topgan e'lon bo'yicha gapirishsak, masalan mana shu e'longa men aytgan ko'rsatkichligi to'g'ri keladigan, mana bundan boshlanyapti, $260. Endi menga ozgina qimmatli qildi. Keyin undan anaqasi yaxshirog'ini arendaga olishni men o'ylab ko'rdim. Masalan, o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, arendaga oladigan bo'lsam 200 mingdan arenda deyishyapti kuniga. Men masalan ishimni bitirgunimcha 2-3-4 martagacha kerak bo'lishi mumkin. Ishim bitib, to'g'rilab uni tekshirib ko'rib, ertasi kuni olib kelib, yana olib kelib har gal bunaqa qursam, kamida 500 mingga xarajatga tushyapman-da. Masalan, men skidka qilib bersam, 2-3 marta olsa ham, undan ko'ra men sotib olishni o'yladim men. Endi baribir 260 $160ligi menga kerakli ishlarni unaqa kamlik qildi. Shunga 260 yoki $290ligida unaqa o'yladim. Endi bu ham meni qimmatli qilganim uchun masalan internetdan qidirdim. Masalan, mana bu televizorni mana bu televizorni sotib oldim shunga. Bu televizor mana 256 ga 192, mana hammasi ko'rsatkichlari ko'rsatilyapti. Keyin shuni anaqasi, shu o'rganishda chiqishda anaqa 1 million 600 lik bundan kamroq tushdi endi skidkasi bilan. Anaqa shunaqa 12 kunlarda yetib keldi. Shuni endi ishlatdim, baribir buni baribir hamma narsa kuchi yetmayapti. Masalan, bir xil narsalarga agar kerakli joylarga mana buni 200 mingga shu arendaga olib qolganini uyimda baribir o'zimga qoladi shu anaqasi. Endi baribir bunga yetib kelishimga ancha narsa tushunishga to'g'ri keldi. Anaqa
shunga mana kanalni ko'rdim. Bu ingliz tilida kanal ekan. Endi neyrotizim bunaqalarni aytib o'tdim-ku, bular hozir YouTube'da ham funksiyasi bor, anaqa qiladigan bo'lsak, tarjima qilib beradi. Onlayn buni o'zbek tiliga tarjimasi yo'q ekan buni. Balki yana 2-3 yildan keyin paydo bo'lar. Balki bu videoni ko'rayotganinglar to'liq mana shu videoni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Baribir o'sha ChatGPT aytib bergan narsasi bilan baribir videoda ishlatib ko'rgan odamni solishtirib, hammasini ko'rsatgan varianti menimcha bu video ko'rgan ma'qulroqda unaqadan ko'ra. ChatGPT aytib bergandan ko'ra yoki unaqa. Mani videomdan ham menimcha yaxshiroq chiqadi, chunki qo'lda ushlab ko'rib, hammasini yetib, hammasini to'pga kirgizib aytib o'tgan. Shunga tavsiya beraman, men havolasini qoldiraman. Shu videodan ko'p ma'lumot oldim. Keyingisi nimaga o'tamiz? Endi birato'la hammasini tushuntirib o'ta qolay, nima ko'rsatkichi, nimani anaqa anglashini. Bu birinchi nimadan boshlaymiz? Mana High Resolution boshida tushuntirdim videoni. Mana shu aynan infraqizil anaqasini, infraqizil matritsasini sensorni anaqasi kerak bizga. Bizga kuchaytirilgan mana programma orqali, masalan, mani Teplовизорni ham programma orqali kuchaytirsa bo'ladi-da, mana bitta anaqasi bor edi. Hozir ko'rsatlar balki. Mana 512 ga 384 qilib bera olaydi-da programma orqali. Lekin bunisiga ishonish kerak emas. To'g'ri, ozgina masalan tiniqlashtirib beryapti, lekin baribir shu darajada qilib bermayapti. Masalan, solishtirgan bo'lsa, mana shunaqa Teplовизор mamlakatlar bilan solishtirsa ham o'zi qoladi-yu, bunisiga solishtirish hojati ham yo'q deyarli. Shunga aynan mana shu sensor anaqasi bo'lishi kerak. 90 ga 90 bo'ladi-da, o'zi haqiqiy sensor. Bu bilan mana shu ko'rsatib bera olayman deb yozib qo'ygan buni, yoki ko'plar anaqasiga ishonib qoladi. Uni display sensor degan joyi bo'ladi. Mana masalan boshida ko'rsatib o'tdim. Display anaqasi hozir. Masalan shuni o'zidan ko'rsata qolay. Mana display sensori masalan bu yerda 1024 ga 224 bo'lishi ham mumkin. Endi 1024 ga 480 deylik. 480 bo'lishi mumkin, lekin shunisini boshiga chiqarib qo'ygan bo'ladi-da, ko'plar ishonisiga ishonib, reklamasiga ishonib, o'zi sensor mana bunaqa bo'lishi mumkin. Sensor anaqasi undan ham pastroq bo'lishi mumkin. Ishonisiga ishonib olib qo'yadi, keyin nimaga uni yaxshi olmayapti deb hayron bo'laverishadi. Screen display, keyin field of view deyapti. Bu burchaga qanchalik Teplовизор ko'rsata olish, masalan, mana rasmni ko'rsataylik. Masalan, uy o'zi mana uy holati mana shunday, masalan 5 metrdan mana shu ko'ryapsiz o'zingiz, lekin Teplовизорga qarasangiz faqat shotini ko'rsatib beryapti. Mana shu yerda ko'rsatib beryapti. Bu yoqqa o't qo'shish uchun buni burishingiz kerak bo'lyapti. Ikkita rasmga ola olmaysiz-da, masalan. Bitta rasmga olib, mana joyida muammo bor, mana joyida havo o'tkazyapti, mana shu shlog'ini to'g'rilash kerak, mana shu deb ayta olmaysiz. Anaqa bitta rasmga olib, ikkita rasm olib ko'rsatishingiz kerak. Anaqa burchagi kattaroq bo'lsa, unaqa hammasini birdaniga rasmga olib, hammasini mana shu birdaniga yuborishingiz mumkin. Lekin buni yaxshi tarafi, masalan, burchagi kalta ko'rsatilganda bu aniqroq ko'rsatishi mumkin-da. Masalan, nozikroq joylar bo'lsa, masalan, aynan qaysi burchagini qaysi joyi o'tkazib olish ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu burchagi kamroqlarning shunaqa foydasi bo'lishi mumkin. O'shanga sizga nima kerak bo'lsa, birinchi navbatda o'shanisiga qarab olishingiz kerak bo'ladi. Ham kattasini, ham kichkinasini o'ziga yarasha ishi bor baribir. Thermal sensitivity bu bunisini aytib o'tdim. Qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki bu masalan, mana bunisi 0,5 gradusga ham rom bilan ham devor 0,5 gradusga farq qotgan bo'lsa ham, shunisini ko'rsatish kerak iloji boricha. Hammasi rom bilan anaqa bir xildek ko'rsatmaslik kerak, konkov qilib. Mana sal qizilroq, mana ko'kroq bo'lsa ham, o'shanda bilsak bo'ladi, qayerdan anaqa issiqlik chiqib ketyaptimi yoki anaqasi bormi? Shu yerdan nimadir o'tgan bo'lsa ham, masalan, sim o'tgan bo'lsa ham yonidan ko'rsatib turgan bo'lsa, simga nagruska berilayotgan, yuklama berayotgan bo'lsa, o'shani qancha ko'rsatgani yaxshiroq. Keyingisi Speed Resolution iPhone. Bunisi esimda yo'q. Focus deganda, masalan, xil Teplовизорlarning qo'l bola bo'ladi. Masalan, mana buniki $1000 turadi, qimmatroq. Mana sharoitim bo'lgan shuni ham olgan bo'lardim endi. Endi faqat ko'ramiz. Endi buni bir yagona bor, masalan, yaqinroq, uzoqroq qiladigan. Masalan, yaqinroq joylarni qilish uchun, ko'rish uchun
shuni burab to'g'irlab olsa bo'ladi. Bu ko'p televizorlarniki bunaqasi bo'lmaydi. Uni faqat bitta yo'nal uzoqlikni ko'rsatadi. Shunga yaqinroqni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana masalan mana o'zi bu yerda shitni ochib qarayapti, mana ko'rsatyapti. Shitni yaqinroq ochib qaysi mikrosxemasi qizilayotganini ko'rish uchun uni maxsus oldida anaqa linzasi bo'ladi. Uni alohida sotib olish kerak bo'ladi. Ko'pincha komplektda bo'lmaydi. Bunaqalarning yaxshi tarafi shu anaqasi o'zida bo'lgani uchun anaqa ortiqcha xarajat ham qilmaysiz, hammasi ichida bo'ladi. Linzasini ham yo'qotib qo'ymaysiz. Keyingisi frame rate deyapti, bu kadrli soni. Endi qurilish anaqalarda juda ham ahamiyati bo'lmasa kerak, bu ko'proq o'v uchun, mana shaqalar uchun kerak bo'ladiganlar yoki bu narsa torrent tekshirayotganda anaqalar masalan chaqpalak aylanayotgan bo'lsa orqasini ko'rib olishga shunaqalar kadrli soni ko'proq bo'lgani yaxshiroq. Chunki bir xil davlatlar qonunchiligi bor. Teplizor baribir harbiylarda ko'proq ishlatiladigan narsa. Shuning uchun 9 kadr sonidan ko'p tanlab bo'lmay anaqa sotish mumkin emas oddiy fuqarolarga. Bu kadrli soni degani masalan kino ko'ryapsiz, kadrli soni 24 tadan bo'lsa, o'sha ko'rib bo'ladigan kino bo'ladi. Mana kinoteatrlarda ham ishlaydi. Hozir endi 60-100 ham bo'lishi mumkin. Telefonlarni ham 120 anaqa har xil o'yinlarni ham masalan FPS deyishadi, o'yinlarda kadrli soni PUBG o'ynaganlar yaxshi biladi. FPS qanaqa bo'ladi? Shu FPS 9 FPS da tasavvur qilsanglar, masalan siz mana 320 bilan 260 bilan narxi juda katta farq bo'lsa kerak. Masalan mana bunda solishtiradigan bo'lsangiz 320 9 kadr bo'ladi-da, siz $630 ga olsangiz, mana 260 ga menimcha kamida 30 kadr, 24 kadr bor-da bunda. 2 barobar qimmat narsa olib, lekin qotib ko'rsatyapti. Bu yoningizda turgan odamga tushuntirishingiz ham qiyin bo'lsa kerak buni. Nimaga yaxshiroqligini qotib ko'rsatadigan anaqa. Hammasini o'zini vazifasi bor. Shu vazifasiga qarab tanlagan ham yaxshiroq. Masalan, mana buniki bunisi yaxshiroq ekan, lekin bunisi yaxshi. O'sha vazifasiga aniqlashtirib tanlaganingiz yaxshiroq. Mana bunisini gradus ham sovuqroqni ola oladi, lekin issiqroqni ola olmas ekan. Namisi ham -20 dan 500 gacha bor. Temperatura anaqasi ham har xil. Lekin masalan ikkalasi ham 1000 gacha ololmaydi. Mana Unitel manaqa televizor bor, T32 mana 3 million so'm turadi bu. Lekin anaqa 1000 gradusgacha oladi deydi. Masalan, sotuvchi maqtab sotishi mumkin. Bunisi 1000 gradusgacha ham o'lcha oladi. Ma'mullar bekorga $600 pul to'lamaydi. Lekin buni bitta yozilganmi ekan anaqasi? Yo'q, yozilmagan ekan. Buni sensori juda ham kichkina. Agar adashmasam 100 dan ham menimcha kichkinaroq. Ma'mullar kamida manimsiga birinchi navbatda e'tibor qilish kerak deyapman. 256 192. Buni maxsus masalan juda ham katta aniqlik desam bo'ladi, tiniqlik talab qilinmagan, lekin gradusi chivosi o'rtacha o'lchab beradiganroq, anaqa taxminiy bo'lsam o'lchab beradiganroq, masalan pechkada katta anaqa shu 800 millagacha chiqadigan pechkalar bo'ladi. Shunaqalar uchun masalan mana bularni o'lchab bera olmaslik mumkin. Shularni tanlash kerak bo'lishi mumkin. Bu aniqligi deyapti. Aniqligi deganda plus minus 2 gradus yoki 2% ga adashishi mumkin deyapti. Masalan bir xil televizor olib, anaqani hayvonlarni anaqalarni o'lchashi mumkin. Bu televizor baribir asosiy vazifasi ikkita yoki undan ortiq anaqada jismni issiqlikning farqini o'lchash uchun olinadi. Masalan, atrof muhitdan masalan o'qiyotgan bo'lsangiz, uzoqda anaqada o'tlardan anaqani ajratib olishi, quyonni ajratib olishi yoki devordan simayotgan bo'lsa, unga dazmolni yoki anaqa issiqroq pechkani tiqqaningizdan keyin devordan simib qiziydi, o'shani devordan ajratib olish mumkin. Shuning uchun shunaqa narsalarga ishlatish kerak. Lekin aniq masalan bunaqani o'lchash uchun pirometrmi yoki shunga o'xshash o'zini maxsus moslamalar bor. O'shalarni ishlatganingizda ma'qulroq anaqadan ko'ra, televizordan ko'ra. Masalan, nima misol keltirsam bo'ladi. Qisqasi juda ham anaqaga ishonmagan yaxshi demoqchiman-da, anaqaga gradusiga to'liq. Mana hayvonlarda deylik, hayvonlarda juda ham anaqa, chunki masalan odamdan oladigan bo'lsa 36.6 normasi bo'lsa, sal mazasi bo'lmayotgan odamga bundoq qaratadigan bo'lsa 38 bo'lishi mumkin. Mana 38 ham juda qo'rqinchli emas. Masalan
38 bo'ladigan bo'lsa, lekin yo'q, o'zi 40 bo'ladigan bo'lsa 38 ko'rsatyapti, kamroq ko'rsatyapti. 40 bu sog'liqqa xavfli deganida, 42 bo'lsa hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun 40 ko'rsatyapti, hali hozir oddiy qo'l bilan davola olamiz deb vaqtni yo'qotib ana qilgandan ko'ra, televizorga ishonib, undan ko'ra o'zini gradusini yoki sinopli gradusni yoki o'zini jamoa spirometrlar bor, maxsus ularni ham kalibrovka qilish kerak. Hamma televizorda keyin kalibrovkasi bor. Kalibrovkani bir to'la aytib o'tib, hamma joyda aytilib aniq qilinmaydi. Masalan, har xil joylar, masalan, pol, anaqa yaltiroq polmi, oynami yoki temir kraskasini, shu bo'yog'ini rangiga qarab ham anaqa farq qiladi. Masalan, bitta dona temirni rangiga qarab issiqlik tarqatishi ham har xil ko'rsatishi mumkin-da. Shuning uchun kalibrovka degani nimaga kerak? Masalan, biz o'lchayotgan joyimizni tanlaymiz. Televizor funksiyasi bo'ladi. Masalan, qattiq o'lchaymiz, temirni o'lchaymiz, oq rangli bo'yog'ini o'lchaymiz deymiz. Shunda bu oq rangli bo'yoq qanaqa taxminan sezuvchanligini shunga qarab to'g'irlab, shunga yarasha ma'lumot ham beradi. Bizga to'liq ma'lumot. Oq rang kraskaga bundoq qaratadigan bo'lsa, 20 gradus bo'lsa, turib ham shu 20 gradusga yaqinroq ko'rsatib beradi. Lekin masalan, avtomatida o'lchagan bo'lsa, oq rangli kraska ko'proq nur qaytargan hisobiga kattaroq gradus ko'rsatishi mumkin. Shunaqa deb, ayniqsa mana temirlarda, anaqalarda, yaltiroq temirlarda bu narsa juda ham yaxshi ko'rsatadi. O'zi sovuq bo'lsa ham, masalan, 10 gradus bo'lsa, 30-45 ko'rsatib olishi mumkin. Chunki yaltiroqlik hisobiga nurni qaytarib anaqa qiladi. Bizning o'zimizni haroratimizni nur qaytargani uchun, derazali toshoynali qaytargani uchun bizning haroratimizni ko'rsatib olishi mumkin. Shuning kalibrovka degan narsasi bor. Shuni televizordan ham kerak bo'ladi. Mana aniqlik kerak bo'lmasa ham, lekin juda ham katta farq qilmasligi uchun kalibrovkasi bo'ladi. O'shani ham ishlatib o'tishimiz kerak. Uni endi har bitta sozlamalarni, nastroykalardan qidirib ko'rishimiz kerak. Batareya 5200 mAh. Endi bu batareya deyapti, o'zini yechiladigan deyapti, qancha ishlatilishi. Endi men batareyaga masalan mamlakatlarga batareyasi kerak emas, u telefon orqali qilinadi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Televizorlar odatda masalan men aytayotgan ko'rinishlari bu telefonga ulanadigan alohida bundaki mana shu anaqada ko'rsatadigan undan alohida manaqa nima desam bo'ladi. Men aytib biriga anaqasi bor deb, oldi orqa fokus qiladigan. Ularga yana alohida o'zini yaqin qiladigan linzasi bo'ladi. Shu linzasida mikrosxemadan o'qisi bo'ladigan varianti bo'ladi. Yana qanaqa varianti bor? Yana aniq telefonda bo'ladi. Men masalan OLXdan $250 topdim, anaqa ishlatilganmi. Endi bu katta telefon bo'ladi-da. Bunaqa telefonda funksiyasi ko'p bo'ladi, lekin og'ir bo'ladi. Xuddi anaqada ham ishlatsa bo'ladi. Power bank deyapman. Lekin buni har kuni ko'tarilishga menga og'irlik qildi. Shunga keyin buni sensorni ham alohida o'qish kerak. Buni hammasi yaxshi sensor qo'yilmasligi mumkin. Shunga birinchi agar televizor sifatida kerak bo'lsa, lekin 2-3 ta narsa ko'tarilgandan keyin bitta telefon ko'tarilsangiz yaxshi, lekin sensorni aniqroq bilib olishingiz kerak. Shu sensorni alohida ko'rsatkichlarini ko'rib, agar juda ham oddiy sensor qo'yilishi ham mumkin. Faqat o'yinchoq sifatida ishlatiladigan qo'yib qo'yishi mumkin. Shunga sizga masalan ishingizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, u telefonni olish befoyda yotadi keyin. Faqat telefon qilib ishlatasiz televizor bo'lganda. Investitsiya bu narsalari esimda yo'q. Paleti yana 2 megapiksel deyapti, bu digital kamera. Bir xil televizorlarni mana misolda ko'rsatayman. Unity 260B da o'zini kamerasi ham bor, oddiy kamera. Mana bu ko'rsatay. Mana kompyuterimiz ham qo'yibdi. Masalan, ham mamlaqa kamerasi ko'rsatadi, ham mamlaqa ko'rsatish kerak-da, bir xillarda tushunib olishingiz uchun. Masalan, ko'p simlayotgan bo'lsa, qaysi simligini bilib olishingiz uchun, masalan, bu yerda masalan qiziqgan ko'rsatyapti, ham buni ko'rishingiz uchun o'shaqa ikkala kamerasi bo'lgani yaxshi. Buni masalan Unity
A da faqat teplevizor kamerasi bor. Faqat shunaqa olib bular anaqa har xil rangli anaqani ko'rsatadi. Oddiy kamerasi bunda 260 B da bor. Bunda ham yarmisini bunaqa, yarmisini emas, kichkina burchakda mana oddiy kamera ko'rsatib turadi. Bu tarafda anaqa teplevizor kamerasini ko'rsatib turadi. Shuni ajratib olishingiz, rasmga olib yuborishingiz, masalan, klient nimadir so'rasa, rasmga olib yuborishingiz ham osonroq bo'ladi. Shunaqa varianti anaqa. Shuning uchun tavsiya beraman, iloji bo'lsa bo'lgani yaxshi oddiy kamerasi. Digital zoom deyapti. Bu anaqa iloji boricha digital zoomga juda ham anaqa qilmas. Endi bo'lgani yaxshi, bu anaqa 2x, 4x deyapti. Anaqa iloji boricha yetib o'tganimda maxsus linza sotib olganingiz yaxshi. Maxsus linzali zoom bo'lgani yaxshi. Bu telefon ushlatsanglar digital zoom bor, keyin anaqa bor, optik zoom bor. Shu optik zoomligi bo'lgani yaxshi, chunki haqiqiy anaqa bilan linza bilan kattalashtiradi. Image model bu nasl Wi-Fi download, endi bular juda ham anaqasi bo'lishi. Yana mana protection deyapti, IP54. Bu degani himoyalangan, chang anaqalardan, strokalarda ko'p chang bo'ladi, anaqa 2 metrdan xavfli anaqa tushib ketishdan saqlaydi. Masalan, men buni sotib olgan bo'lsam, bu anaqa bu qo'limdan tushib bosib olsam, buni уже ishlatib bo'lmaslik ehtimoli juda ham katta-da. Bularni bo'lsa, ozgina bo'lsa ham himoyasi bor. Endi tekshirishni maslahat bermayman, lekin himoyasi bor deb aytyapti 2 metrdan masalan. Tashlab yuborishni ham maslahat bermayman. Endi bular 630 gram, bular juda ham anaqa emas. Endi 630 gram davomli shu o'ziga kerak bo'lgan 630 gram bo'lsa ham shu himoyaning hisobiga baribir o'zingiz olib yursangiz anaqaroq, ishonchliroq bo'ladi tushib ketganda. Lekin ustaxonada ishlasangiz, anaqa bo'lsangiz, manaqa varianti yoki telefon variantini olganinglar, telefon varianti ikkalasiga ham yaxshi, chunki anaqa ikkasi bittada bo'ladi. Lekin ustaxonada ishlasangiz, mana kamroq joyi ham oladi, anaqaroq bo'ladi. Yarim kilolik narsani yoningizga qo'yib, undan ortiga boshqa zapchastlarni qo'yib qo'ysangiz, ko'proq foydasi ham bo'ladi. Shu asosiysi. Rejam bor edi, nimani gapirishim kerak bo'lsa, mana farqli ko'rsatish mavzusini tushuntirdik. Hikoya. Men juda ham ko'p vaqt gapirib yubordik o'zi hikoyani. Teplevizor to'g'risida hikoyada mana bu juda ham ma'nili narsa emas. Buni masalan videoning ommaviy bo'lib bir hafta ichida 10 ta like yig'ib qo'ysa, mana o'shanda Telegram kanaliga joylab qo'yamiz. Xulosani hozir aytib o'taman. Endi men o'zim olganim to'g'risida masalan gapirib bera qolay birato'la hozir. Masalan, videoga olganim ko'rinyapti, uni eskalator qizilgan joylari qasi. Endi buni kalibrovka qilib olmaganman, balki yaltiragan hisobiga mana qizigan ko'rsatyaptimi, balki rostdan so'radi. Ko'rasiz, hozir boshdan ko'rsatdik, mana odamlarni ham ajratsa bo'lyapti. Yomon emas-da olganim. Endi yomonroq joyini ko'rsatsak, mana bu yerda ko'rsatdik, mana shu yerda utepleniya qilingan, suv anaqa bazalt vaqti mana shunaqa narsa yopishtirilgan. Bu yerda dubl mix qoqilishi kerak-da, mana bu yerda ko'rinmayapti. Endi bu sal uzoqroqdan olingan. Endi mani teplevizorga anaqasi yaxshiroq teplevizor menimcha ko'rsata olardi. Mana o'zi qanaqa bo'lishi kerak. Mana masalan menimcha ko'rsatilgan, bu boshqa video. Endi shunaqa sharoitdan iloji boricha qilish kerak. Teplevizor bilan iloji bo'lsa sovuqroq haroratda ichkaridan suv yoqib o'lchagan ma'qulroq bo'ladi-da. Mana menimcha bunaqa dubl mixlarni mana bunaqa ajralib turishi kerak. Iloji ko'rinib turishi kerak teplevizor. Yaxshiroq teplevizorlar shunaqa ko'rinib turadi. Bu yerda ko'ryapmiz, buni solishtirishga hamma tep-tekis shunaqa mixlarni izlari ko'rinmayapti, lekin qoqilib turibdi masalan. O'zini oddiy videosini ham ko'rsatganim yaxshi edi, ko'rinayotganimda. Mana -12 yozilgan, bunisi e'tibor qilmaysizlar, bu bahor payti olingan, unaqa sovuq emas edi -12. Qishda ham menimcha -12 bir marta bo'ldimi, yo'q. Endi havoni ham juda unaqa osmonga qarab shunaqa ko'rsatyapti mana bunaqasi. Endi yana qaysi tarafini ko'rsatdim, yana bitta mana bu ham ko'rsatib o'tay. Mana bu yerda hozir 5000 so'mlik o'qisa bo'ladimi, yozuvlarni deb savol tug'ilishi mumkin. Masalan 5000 so'mlik raqam kupyurani ushlab turibman, o'zimizdan 5000 so'mlik.
Ko'rasizlar, o'qib bo'lmayapti, lekin qo'limda mana ushlagan stulingni anaqa ko'rsatyapti. Sekin mana sovutyapti ham, ko'rasizlar, anaqasi. Sovuyotganini ko'rsatyapti. Yana ushlsam yana qizyapti, lekin ko'rib bo'lmayapti. Lekin men bitta video ko'rdim. Yaxshi televizorni yaxshiroq televizor yaqindan linzasini yaqinlashtirib ko'rsatyapti. Mikrosxemani o'qimoqchi. Mikrosxemani yoki kraskasi shu anaqa qilib etish kerak edi, kalibrovka qilib. Kraskasi yaxshiligi ham shunaqa maxsus narsalarni o'qish mumkinligi ham o'qib bo'ldi-da, shu anaqasini. Ko'rinib turdi anaqa. O'qisa bo'ldi. Endi balki so'mda bunaqa pulda bunaqa narsa kraska yopishtirilmas yoki meni televizorim shunaqa kuchi yetmayaptimi. Ko'rib bo'lmayapti ko'rsanglar. Faqat issiqligi teganini ko'ryapti. Yana endi shu etayotganini baribir ko'rsatdim. Ja kuchi hamma narsa yetmaydi. Televizor mana shu funksiya anaqasi 256 192 anaqalar ham mana shu aytgan standartlarim bo'yicha bo'lmasa ham bekorga mana mo'jiza kutish kerak emas. U qattan bu bunaqa arzon anaqa 1,5 million so'm mashaqa larga olib hamma masalan aytgan qilib berar ekan deb o'ylash kerak emas. Baribir 25 kadr ekan uni. 25 kirsa ekan, bunaqasi ham yaxshi ekan. Lekin Xudoga shukr, anaqa puliga yomon emas. Lekin bu arzon televizor olish yomon tarafidan aytib o'tishim kerak. Masalan, bu televizor firmasi boshqa firmalarni ham ko'rdim. Bir xil firmalarni уже sotyapti odam. Sotib olgandan keyin kelguncha firmasi yopilib, bankrot bo'lib, programmasi ham Playmarketdan chiqib ketishi ham mumkin-da, mana shunaqa. Bu juda ham taniqli firmami buni endi mana anaqa eshitmagan Unit'dan eshitgandim. O'zim multimetrni sotib olganman. Lekin men Go'yo anaqasi tavsiya berasizmi deb so'ragan bo'lsangiz, mana masalan Go'yoni anaqada keyin qanaqa materiallardan qilingan va bunisiga ham anaqani ochib ko'rib anaqa qilgan testlarni ham ko'rmadim masalan. Olganlar ko'plari mana maqtayapti ishni bor, lekin qancha 5-6 yil, 5-6 yilmi, 1-2 yildan keyin bilib olmaydi buni qanchalik anaqasi sifatini anaqasi firmasi yoqilib ketib degan programmasi ham yo'q bo'lsa ham universal programma ham top bo'lar masalan. Bu yo'q emas, mana boshqa arzon televizor topdik. Bu narsa o'zi yildan yilga arzonlashyapti-da. Masalan 2 yil oldin masalan 1,5 million so'mga mana shunaqa anaqali televizor olsa bo'lar deganinglar ko'plar masalan ishonmagan bo'lar. Yillarga baribir arzonlash balki 2-3 yildan keyin bundan ham arzon ketadi. Lekin anaqasi bekorga biz sifatga to'lamaymiz. Masalan, mana firmaniki masalan anchadan beri bor. Buni bunaqalari ham, ustalari ham endi O'zbekistonda bo'lsa kerak. Endi baribir bu to'g'risida ma'lumot topmoqchi bo'lsangiz, forumlarga kirib mana qilsa ham bo'ladi. Hozir mana boshida aytib o'tdim. ChatGPT balki mana anaqasi yo'q ketsa ham, programmasi yo'q bo'lsa, yangi programma yozib beradi telefoningizga o'zi ham 2-3 yildan keyin. Lekin baribir arzon narsa bekorga arzon emas, shunisini hisobga olish kerak. Mo'jiza kutish kerak emas. Buni kuchi yetmasa endi nasibsi ma'lumotlarni mana shunday anaqa ko'rgan bo'lardi. Masalan, arendaga olganman. Endi pulim bo'lganda sotib olgan bo'lardi. Demak, eng yaxshi ma'lum buni olib qo'ygan bo'lardim endi. Baribir anaqasi. Lekin O'zbekiston sharoitiga eng o'rtachasi masalan mana ko'p narsani o'rganib chiqdim. Mana shu Unitda 261 ni men olgan bo'lardi masalan. Pul anaqa ko'p emas, kam emas deb qarasa. Yo'q emas, xarakteristika. Masalan, bu ham 256 ga 192 agar mana mana xuddi shunaqa mana bitta ko'rdim. 29 million turibdi. Anaqasi 256 ga 192 bu yerda ekan. Mana Bosch firmasiniki. Lekin bu solishtiradigan bo'lsangiz, mana bundan ham javob qoladi deb o'ylamayman. Masalan, 262 million, 600 dollarlik. Bundan xarakteristikasidan yaxshiroq bo'lsa kerak. Mana Bosch'dan ko'ra, mana Bosch'ning kadrli soni nechta ekan? Qarab ko'ringlar. 20. Mana bu ham 9 Hz ekan. Minimal 0,3 30 sm minimal fokus qilyapti. Anaqa 30 sm dan undan olib anaqa qilsa bo'ladi. Lekin baribir men uchun bunga ham anaqa kerak. Linza kerak, maxsus o'zini oldiga linza sotib olishingiz kerak. Mana shu 2,5 ming dollar bilan ham ishingiz bitmas ekan shekilli. Balki bordir, katta ekanmi keysa.
Endi baribir bu bo'shni masalan 5 yildan keyin ham yaxshi niyat qilib anaqasi firmasini topa olgan juda ham taniqli firma. Shu taraf ham yaxshi masalan buni olmanglar, anaqa pulga arzimaydi deya olmayman. Chunki bekorga bo'sh emas, lekin shuni ishini masalan mana anaqalar bilan masalan $130 olgan anaqam bilan bir xil otiramaydi xarakteristika. Lekin ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, mana bir bosh, ikki bosh ham ustun bo'lsa kerak. Lekin bir xil qog'ozda bir xil bo'lsa kerak. Faqat qog'ozga ishonib bo'lmaydi shunga. Lekin o'ziga yarasha $2,5 bu pulim bo'lsa ham bu narsani olish. Endi balki bekorga emasdir bu. Bundan lekin mana shunga yaqinroq, lekin shunga oddiy o'rtacharoq firmalar ham bor, bo'sh bo'lmasa ham. To'g'ri degan firma bor. U narsalar endi O'zbekistonga zakaz qilasizmi, mana qilasizmi, mana bu firma ham juda yomon emas. Eski firmalardan terminal ekspertlar. Lekin bularni zakaz qilib, u qachon kelishini kutib, Amerikadan anaqa to'g'ri kelib ancha vaqt ketadi. Shu o'zimizda bor anaqalarni men ko'rib chiqdim ko'proq. Lekin shuning uchun unaqa bo'lmaydi. Hammasi mamsi yomon ekan, mamsi yaxshi ekan deyish qiyin. Endi aytganimdek yildan yilga bu narsa arzonlashib ketyapti. Sensorlari xudo xolasa bundan buyog'iga ham ancha anaqa ko'plarda bo'ladi bu instrumentlar. Yana nima? Yana xulosaga qo'shib o'tishim kerak. Mana buni aytdimmi yo'qmi? Unity firmasini anaqasi akkumulyatorlari masalan ko'p eshitdi, masalan og'irgan bo'lardim do'g'man, lekin yomon tarafi ham bor ekan. Bular tezkor zaryadkalarimiz bor, masalan telefonlarimizda. O'zida blok pitanasi chiqmas ekan, ko'pincha faqat simi chiqar ekan. Masalan oddiy simini ulaymiz-da, blok pitanasiga o'zimizning telefonning 30 vatli, 100 vatli bir xil blok pitanalar bor. Ularga ulaygan bo'lsa, kuyib qolgan ekan anaqasi. Batareykasi keyin ustiga olib to'g'ri kelyapti. Shunga ko'pi bilan 1 amperli zaryadkalarda zaryadlash kerak. Shunaqa vati kamroq. Jabrimizda ham kompyuterimizdan 102.0 portimiz bor. O'shanga tiqib zaryadka qilish kerak deb tavsiya berishyapti. Endi menda yo'q. Men shunaqa narsani eshitdim, shunga bo'lishib qo'ydim. Yetib o'tdimmi yo'qmi? Kech vaqt yozaman bu videoni birinchisi. Yaxshi yozilmay qoldi. Yana nimani aytib bersam ekan? Endi xulosa aytamiz. Agar masalan joyiz kichkina anaqa bo'lsa, endi mana bu hamma vaqtda bo'laveradi, lekin buni aynan yaxshilab sensorni aynan teplovizor uchun olgan bo'lsangiz, sensori qanaqaligini aniqlashtirib olish kerak. Masalan, men Toshkentda $250 ga ko'rdim davomli, anaqasi u Beus'da yengisi $500 turadi bunaqa telefondan kamida. Endi yildan yilga balki arzonroq bo'ladi, lekin sensori ham uni yomonroq bo'lishi mumkin. O'shanga yaxshiroq sensorni anaqa qilib olishimiz kerak. Agar endi bulardan variant bo'lmasa, masalan, buni iloji bo'lsa, masalan, ustaxonada shunaqa elektr tuzatishga shunaqalarni как раз ma'nosi borligi uchun mana shunaqa balandpast qiladi yoki alohida yana sotib olib anaqa olganinglarni tavsiya beraman. Joy kam olganing uchun. Bularni bo'lsa, usta stroykalarda shunaqa ma'qul. Endi joyli bemalol usta bo'lsanglar bunaqani ham olaveringlar. Просто tavsiya xulosa qilib tavsiya beryapman. Hamma o'zingizga anaqasi. Eng asosiy tavsiya baribir iloji bo'lsa qo'lingizga ushlab, kerakli bo'lgan ishinglarni ishlatib ko'rib olsanglar, qaytarib berish anaqasi bilan, masalan, yoki yoningizda nimanidir o'lchash kerak bo'lsa, endi trubani ko'tarib bormaysizmi, masalan, bozorga inson bolalar. Agar ishlatib ko'rib olsanglar, masalan, ishingizga yetadigan bo'lsa, o'shanga bilinadi. Balki shuni o'zi ham masalan 1 million bundan ham arzonroq modeli bor, bu 192 mana 1 million deyapti. Shuni o'zi ham balki yetadi sizlarga anaqasi. Balki bundan ham arzonroqi bor, 700 mingga. Balki o'shani o'zi ham endi juda ham anaqa sifati yomon, buni tavsiya berishim mumkin. Balki o'shani o'zi ham yetar sizlarga. O'shanga mana buni olinglar deb aytishim ham qiyin. Ishlatib ko'rish kerak. Lekin standarti bekorga aytilmagan. Masalan, boshida aytib o'tdimmi yo'qmi? Mana bu standartlar, ya'ni mana 256 O'zbekistonda men topa olmadim, lekin Rossiyani masalan termoizolyatsiyasini tekshirish uchun anaqa standarti O'zbekistonda bunaqani topaman. Shu teplovizorlar mana shunga teng yoki undan baland bo'lishi kerak deb aytilgan O'zbekiston bo'yicha. Endi bunga ham balki kelib qolar. Shundan past teplovizor bilan tekshirsangiz, siz texkontrolman, texnadzorman degan narsasi bor ekan, o'shandan o'tish qiyinalar ekan anaqasi. Tekshiradiganlar bo'lsa, bu standartda bekor chiqarilmaydi. Masalan, universal qancha universal olmoqchi bo'lsa, shu narsalarni
yaxshiroq bo'lishi kerak. Bunisi balandroq, bunisi pastroq. Qolganlari endi o'z ishingizga qarab tanlayverasizda. Hozircha shu. Yana savollar bo'lsa, iloji bo'lsa sharhlarda yoki alohida video ko'ramizmi? Ko'ramiz, bu video ham uzun bo'lib ketdi.